O'rtoqlar qaranglar, shunaqa zo'r shampun topdim. Mana bilasizlar, har xil shampunlarni sinab ko'rishni yaxshi ko'raman. Har doim har xil shampun olaman. O'zimni shampunim tugaganda, Uzum marketda mana shunaqa shampun topdim. Hozir bu haqida gapiraman. Bitta kofe qo'yaylik. Juda havo isib ketdi. Muzdek kofe ichgim kelyapti. Shampun temamizga qaytamiz. Bu shampunning mana shunaqa uch xili bor ekan. Mana tirnog'imga mos ekan o'zim ranglari. Mana bunisini ishlatib ko'rdim. Vashshe zo'r. Mana men hozir sochimni обычно tekislayman-da. Lekin hozir tekislamaganman, просто shampunda yuvilgan. Quritilgan. Qaranglar qanaqa yaltiryapti. Hidi вообще zo'r. Hidiga mas bo'lib qolasizlar borib. Uzum marketdan oldim men buni. Uzum marketga Sanex deb yozsanglar chiqib keladi. Men отметка ham qilib qo'yaman. Mana men hozir ishlatganim protein bilan kokosli. Mana bunisi shea yog'i bilan pantenolli. Hidi вообще bo'lgan. Voy, menga shu bilan shu hidi shunaqa ham yoqdi. Mana bunisi kollagen bilan biotin. Qaranglar. Короче, menga yoqdi. Men umdagilarga ham bermoqchiman bu shampundan. O'sha uchun ham 3 xildan zakaz qildim. Sirazi. Endi maza qilib ishlataman.